xiyol. Uy. Taychan gumpisi ve qaltisken jumu. Ha. Ay, bir uxlab qopla taychan gumpisini bütünlay bilib olgan bolsa, bek yaxshi bo'ladi. Gumpini bir-birlab o'gindigan gap. Bu dunyoda quruq xiyol bilan hech shal bo'lmaydi. Nim dedim? Xiyolmi, quruq, o'l deb ayrilamda. Albatta shundoq. Emsa quruq xiyol degani qandoq gap? Bu idiomning kelib chiqishini yanada sana so'zlab beray. Qadimqi zamonda bir boy o'tgan bo'lib, u bakmo hamoqat ekan. Bir kuni u bir do'stining uyiga berib, do'stining soldirgan 3 qavatlik ravog'ini ko'ribdi. Ravaq ham egiz, ham ozoda ekan. Uning bu ravaqqa bakmo havas ketdi. Voh, bu nima degan ko'rkam? Bu ravaqni soldirishga qanchalik pul ketdi? Nihoyatda hashamat soldiribsiz. Ancha ko'pmi emas, necha yuz sarli kumush ketdi shu. Ha, undaq emasdi. Rastavotman, ras. Bekli oz ketibdi. Shundaq, tuqqanlarimning yordamida soldirib oldim dana. Amsa men qaytib berib, bu shundaq ravaq soldirman. Yağaşçı! Begim, qandaq topshiriqlar bakin? Lovlining 3 qavatlik ravog'ini ko'rganmiding? Ko'rgan. Men uningdimi boy tursam, u 3 qavatlik ravaq soldirgan yerda men nima deb soldirammoqdakman? Undaqda sen ashu ravaqqa o'qishib sola olamsan. Bu osonga. U ravaqni o'zim solgan tursam. Bu mening eng muvaffaqiyatli chiqqan asrim. Voh, bek yaxshi bo'ldi. Amsa ravaqni silishni hozirning o'zida boshla. Tez bo'l. Chaqtaq yo'q. Bu jahonda qig'ili bo'lmaydigan ish yo'q. Hey, yağaşçı, selavatqaning nima u? 3 qavatlik ravaq. Mundaqda, lekin menga ostinqi 2 qavati kerak emas. Ustidagi bir qavati bo'lsa bo'ldi. Ha, nim deganingiz bu? Nima undaq ish bo'lsin? Ostinqi qavatini sanmay turib, ikkinchi qavatini qandoq saqlab bo'ladi? Ikkinchi qavati bo'lmasa, uchinchi qavatini saqlab bo'lmaydi. Bundaq muallaqdagi ravaqni saqlab bo'lmaydi. Ha, gapimni tushunmayapsan? Ostinqi 2 qavati kerak emas. Faqat ustidagi bir qavatini saqlang bo'ldi. Gapimni tushundingmi? Ha? Quruq xiyol degan bu idiom, muallaq ravaq degan bu iboratning kelgan bo'lib, buddistlar orasida duo ibodat bilan shug'ullanganda oldi bilan asosini puxtalab, ritmli tadrijiy ilgirlashni ko'rsatdi. Hozir ko'pincha fantaziyalik narsalarga va quruq xiyolga misol qilinadi.